Tok 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 tok. Nima taqillayapti? Eshik taqilladimi? Yarim kechasi eshik taqilyaptimi? Stol nima? Zilkil bobo uxlayotibdimi? Uxlayotibdi. Mana bu yerda barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft YouTube kanali va meni ko'ryapsizlar. Kechqurun qanaqadir sandiq bormi? Nima sandiq? Eshikni taqillatib qanaqadir bir jo'natma qo'yib ketishdi deb o'ylayapman. Shunday bo'lishunda hech kim yo'qmi? Jitil bobo uxlayotibdilar. Bolalar endi Jitil bobo deyaveraman. Opa. Narsani qo'yib, opa. Da uxlayotibdilar. Jitil bobo. Endi bu sandiqni ochib ko'ramiz, ichida nima bor ekan. Nima? Shunda Jitil boboga qanaqadir xat tashib ketdilarmi yoki mengami? Qiziq. Yarim kechasi xat nima? Yarim kechasi taqaq va xat. O'sha nima bo'lyapti? And sen krasab endi meni navbatim. Krasab nima degani krasab? Menimcha krasan degan bo'lsa kerak. Nima? Men kiraman. Men kirishim kerak. Qattiq kiraman. Tushunmadim. Ular nimadir g'alati tuyulmayaptimi? Endi sen krasasan va mening navbatim deb yozilgan edi. Tushunmadim. Buni ertalab hal qilib olamiz. Mer bilan gaplashib hal qilamiz. Qani ketdik. Endi ana shu sunduqni ichiga qo'yamiz. Yozma nima yerang qo'yishotga buni olib tashlasak ham bo'ladi, chunki bo'ylari so'qib qoldim. Endi uxlaymiz. Otdi bolalar. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft YouTube kanali. Yangi tongni o'tirib oldik. Kecha bolalar negadir qanaqadir bir xat tashib ketdilar. Uni zapis qildimmi bilmadim, lekin zapis qildimmi yo'qmi unisini bilmayman. Bolalar assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom. Meni bobo deyman, Sadirab yoshma. Bo'ldi. Bir maqtmang qani bir bezor qilib atardingiz, lekin bolalar ana bu sandiqda ichida qanaqadir bir kniga berdi. Nimadir yozgan edi, ana shuni merga ko'rsatamiz dedim. Ketdi, o'shani merga ko'rsatib kelamiz. Mana joyda to'xtabdi. O'qib kelaylik deb uzr. Merga berib kelamiz. Qani ketdi? Mer o'zi uydamikan yo'qmikan bilmadim. Unda ketdi, merga berib kelamiz. Opa, parkur kerak emas. Hozir merga berib kelamiz. Opa, kelib oldik merni xonasiga, ishxonasiga. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi yana? Sen bomush bo'lib qolganding. Nima bo'ldi senga endi? Endi bomush bo'lib qolganga tamom deydi. Butilka termaga so'rasanmi? Yo'q, mer. Kecha xullas mer kambag'al bo'lmadim. Kecha uxlab yotganimda xo'sh, nima? Mer iltimos bo'lmang gapdi. Men uxlab yotganimda qanaqadir bir ish taqilladi. Yana shu narsalar kim tursin sizga pismo yozadi, bir mulla yozadi. Qansiz mer?
orqangda mana misollar yozadi. Bu narsalar shunaqa bo'ladi. Fantastikalar nimaga aytmamanga qizig'i yo'q. Mer, yo, bu haqiqiy hayotda ham yuz beryapti, Mer. Ey, Mer. Ishonmasangiz, mana o'qib ko'ring. Mer, oling. Mang. Xo'sh, pustonki bu. Nima qilyapsan baliq qilatib? Pustonki bu. Qanday, Mer? Pustoy emas-ki. Nima? Yo, bu faqat bu nima mani ko'zimga ko'rindi. Nima men Ey, Ajika. nima, Mer? Menimcha tush kelgan bersa kerak. Tush? Ko'p o'ylab yotasan sen. Shuning uchun sen tush ko'rgan bo'lishing ham mumkin. Xullas, tush ko'rgansan aniq menimcha. Mana Mer, oling ana bu sunduqda. Mer, lekin bu rostdan bo'ldi kecha. Charchagansan, biroz uxla mayli. Bugun ishlamay kerak emas. Mer, yo'q. Qanday qilib? Axir Mer, buni bolalar o'zinglar ham ko'rdilar-ku. Kecha zapis qildimmi yo'qmi uni bilmadim. Lekin bolalar meni biroz qo'rqityapti bu narsalar. Lekin bolalar endi nima qilamiz? Endi bolalar kech tushishini kutishimiz kerak. O'shanda zapisda yoqqanman. Mana bolalar o'zi zapisda yoqdim, chunki mana qorong'i tushdi. Zapisda yoqman degandim, mana to'lin oy. O'zi Karim, ana bobo ham uxlayapti, nimadir eshiklar orasidan o'tib yuribman. Bug bo'ldimi, Minecraft bilmadim. Yana eshik. Okey, o'sha eshik taqilladi. Va yana menga kniga Peroda yozib ketdilar. Va u yerda mana bu ko'rib turgan yozuvlar yozilgan edi. Qabriston yoniga kel. Bo'lmasa o'zingga yomon bo'ladi. Shunaqa yozuv bor edi. Qabristonga boramiz. Qachon boramiz? Kanishni ertaga boramiz. Bugun bormaymiz. Va kecha kelsam menimcha qiziqroq bo'ladi. Va bu albatta keyingi qismida bo'ladi. Va keyingi qismida qabristonga boramiz va qiziq voqealar ro'y beradi. Xullas, menimcha juda qiziqroq bo'ladi. Qabriston yoniga kelish va paka-paka. Ikkinchi qism uchun 100 ta like bersanglar chiqadi. Va qabriston yoniga boraman. Paka-paka. Juda qiziq voqealar ro'y beradi. Sen kirasan, men chiqib, sen o'rningni egallab olaman.